Bilasizlar, men Sankt-Peterburgdaman. Videoni oxirigacha ko'rmasalaring bo'lmaydi. Agar ko'rishni xohlamasalaring, o'zlaringning hayotlaringga mavjud minus tomoni bo'lishi mumkin. Men hozir Petorchkaga kirdim, magazinga. Petorchka magazinida oldida 2-3 ta yosh bolalari, qizlar bor ekan. Menga sigaret olib bering dedi. Men chekishga, ichishga men qarshiman, yo'q deb magazinga kirdim, ishimni bitirib chiqdim. Keyin chiqqanimdan keyin sal nariroqqa yursam, Melisa mashina turibdi, bolalar oldiga borib bir narsalar deyapti. Ular meni pastava qilmoqchi bo'ldimi yoki bu yangicha pul topish yo'limi yo yangicha pastavami bu bilmadim-ku. Sizlardan iltimos, siz meni Peterdadirsiz, может Rossiyaning qaytidadirsiz, может siz meni O'zbekistondan ko'rsatadigandirsiz, может boshqa shaharlardan ko'rsatadigandirsiz. Mana shu videoni Rossiyada yurgan tanishlaringga tashlab qo'yinglar. Shtobe 8 ga kirmagan yosh qizlari, yosh bolalarga spirtnoy, sigaret, shunaqa narsalar olib bermasin. Chunki hozir shunaqa yangi yo'li chiqibdi, pastava qilib yoki qanaqadir prokatol yozadim yoki qanaqadir pulimni olmoqchi bo'ldim, shunaqa vaziyat bo'ldi. Sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'ldim shu vaziyatda. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, yaxshi odamlar sizlarni yaxshi ko'raman. Bu kimnidir qo'rqitish emas, prosta tak o'zimda bo'lgan holatda